insoniyatni butunlay yo'q qilish uchun yer bor yo'g'i bir soniyaga to'xtashi kifoya. Sokinlik ortidagi haqiqat shundaki, yer ekvator chizig'ida soatiga 1670 kilometr tezlikda aylanadi. Bu o'q tezligidan ham baland. Va agar sayyora kutilmaganda bir soniyaga tormoz bersa, inersiya qonuniga ko'ra uning ustidagi hamma narsa, binolar, tog'lar, infratuzilma va butun boshli shaharlar o'sha zahoti soatiga 1670 kilometr tezlikda oldinga otilib ketadi. Vahima va dahshatni his qilishga ham vaqt qolmaydi. Okeanlardagi milliardlab tonna suv to'xtamaydi va erkinlikka chiqib, butun materiklarni bir lahzada yuvib ketadigan global mega tsunami hosil